Assalomu alaykum. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga arab tili asoslari degan yangi qo'llanmalarimizni taqdim etish arafasidamiz. Ko'plab savollar bo'ladi. Bu qo'llanma qanday qo'llanma? Ichida nimalar bor? Kimlar uchun? Menga mos keladimi yoki bo'lmasa men bu bo'yicha dars o'tsam bo'ladimi degan savollar ko'p bo'ladi. Ko'rsak bo'ladimi degan. Mana shu savollarga javob o'laroq biz ushbu qo'llanmalarni sizga ko'rsatishga va video holatda izoh berishga harakat qilamiz. Bu birinchi qo'llanma. Ya'ni ushbu qo'llanmamiz arab tili asoslari deb nomlangan. Bu 3 ta kitobdan iborat bir to'plam bo'ladi. Bu barchasi bir-biriga bog'liq. Mana bu ikkinchi to'plamimiz. Bu yoqda mana 2 degan yozuv bor. Va ustida juz'iy o'zgarishlar bo'ladi. Har bir qism o'zgargan sari, masalan bu 1, 2 va 3-qismi ham bo'ladi. Shakli masalan A4 deydi, ya'ni bitta listni atrofida bo'ladi. Bu o'sha to'plam kitob bo'ladi. Barchasi bir-biriga bog'liq. Bu orqa tarafi. Endi buni ichida nimalar borligini ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, ko'proq hozir men ekranimni PDF ni ulashgan holatda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Sababi qo'llanmani o'zini asl holatda ko'rib oling degan maqsadda hozir videoda ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Endi biz qo'llanmani ichki tuzilishi haqida gaplashsak bo'ladi. Avvalo, bu qo'llanmani zaruriyat haqida gapiradigan bo'lsam, shaxsan o'zim arab tili sohasida ya'ni 15 yillik tajribaga ega mutaxassis va ustoz sifatida aytadigan bo'lsam, bizda ko'pincha muammo yoshlarni arab tilini ichiga olib kirib olishlik. Ya'ni boshlang'ich darajadagilar, masalan, alifboni o'rganyapti. Alifbodan keyin nima manba o'taman, yengil, oson arab tili sohasiga, ya'ni ichiga olib kirishlik muammosi bor edi bizda. Va o'ylaymanki, ushbu qo'llanma bunga yaxshigina yechim bo'ladi. Bizni avvalgi chiqargan qo'llanmalarimiz, ya'ni bosqichli arab tili kitoblarimiz bor. U qo'llanmalar ham o'ziga yarasha sifatli, juda ham yaxshi, lekin mana o'sha bizni alifbo va bosqichli arab tillarining o'rtasida bir bo'shliq bor edi. Ya'ni grammatikaga birdaniga kirib ketadigan bo'lsa, o'quvchi qiynalar edi. Mana shuni yechimi o'laroq biz demak arab tili kitoblarimizni mana birinchisini ko'rsatadigan bo'lsam, hop, bu birinchi qo'llanmamiz arab tili asoslari deb nomlanyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu avvalo bu nimadan boshlanadi? Oddiy gaplarni tuzishdan boshlanadi. Bu yerda misol uchun bu nima, u nima degan savollar bo'ladi. Ularga javob beriladi. So'z boyligini ham birgalikda olib ketadi. Ko'pincha arab tilini ichiga olib kirishlik o'quvchilarni juda ham qiyin bo'ladi. Mana hozir sekin o'tkazib ekranimni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu birinchi kitobning ichida raqamlar bor va sonlar bilan birgalikda transport vositalarini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Va oila a'zolari juda ham muhim mavzulardan bo'ladi. Bu oila a'zolari ham va shu bilan birgalikda bu nima, bu qayerda, kim qayerda degan savollarga ham javob topsa bo'ladi. Oddiy jumlalarni tuza oladi o'quvchi. Kimlar uchun deydigan bo'lsak, bu boshlang'ich darajadagi, kichik yoshdagi va katta yoshdagilarga ham to'g'ri kelaveradi. Ko'pincha biz aytadigan bo'lsak, misol uchun bu yerda shunaqa jarayonlar bo'ladida, o'quvchi yosh masalasi o'qitayotganda muammo bo'lib qoladi. Misol uchun bitta kishi 2-sinf, bitta kishi 10-sinf. Bunga manba topish qiyin. Va bu qo'llanma yosh tanlamas qo'llanma desak ham bo'laveradi. Sababi yosh tanlamas deganimizga sabab 1-sinf ham o'qiy oladi, 10-sinf ham o'qiy oladi, yoshi katta ham o'qiy oladi, deyarli umuman qiynalmaydi. Qo'llanmani o'ziga qaytadigan bo'lsak, bu yerda juda ham qiziqarli holatda tashkil etilgan, tuzilgan, rasmlar bilan ishlangan. Bu yerda ko'rsatib o'taman. Bu birinchisi. Endi oddiy so'z boyliklari, oddiy gaplarni o'rgangandan keyin endi ikkinchi kitobda birmuncha o'zi qiyinlashish boshlanadi. Ya'ni qiyinlash deganda endi gap tuzishga o'tadi. Oddiy birikmalardan ko'ra endi gaplarga qani ketdik, biror yerga qani ketdik deganda mana ko'rishingiz mumkin. Mana shularni tuzishlikni o'rganadi o'quvchi. Va ikkinchi kitobdan boshlab turib har birida o'quvchiga demak so'z boyligini ham o'zbek tilida berilgan. Birinchi kitobda bermaganmiz, nimaga desa, chunki hammasi o'z rasm bilan berib bo'lingan. Unda yana masalan quloqni rasmini ko'rsatib turib, yana bu quloqmi deb yozib qo'yish shart emas. Bu kiyimlar kerak bo'lsa, masalan, sifir olganlar ham bilmaydigan ba'zi bir so'zlar bo'ladi. Ya'ni boshlang'ich darajada, lekin muhim
e'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Bu yerda uzilish bo'lmaydi. Agarda bu qo'llanma ko'rib chiqiladigan bo'lsa, uzilish bo'lmaydi. Juda ham yengil ketadi. O'quvchi ham, o'qituvchi ham deyarli qiynalmaydi. Bu o'sha ikkinchi kitobimiz. Mana shu shaklda bo'ladi. Men o'tkazib ko'rsatyapman hozir. Ekranimni to'laligicha ko'rinadigan bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Juda ham qiziqarli mavzular. Nimani yaxshi ko'rasan? Ya'ni kundalik o'quvchi kundalik o'zini hayotidagi gaplarni tuza oladi. Nimani yaxshi ko'rasan? Men biror yerga ketyapman. Sen qayerdan kelyapsan? Sen qayerga ketyapsan degan savollarga bemalol javob topa oladi. Endi 3-qo'llanmamiz qanday bo'ladi? 3-qismi esa buni o'zi hammasi set, ya'ni to'plam bo'ladi. 3-chisida endi so'z boyligi birmuncha oshgan. Anchagina saviyali mavzularga o'tiladi. Masalan, binolar, kasalxona, shifoxona, oshxonalar, har biri alohida mavzularni qamrab olingan. Bu yerda endi o'zi gaplarga o'tib ketildi. Zamonlar ishlash boshlaydi, ya'ni o'tgan zamon, hozirgi zamonlar ham keladi va falon narsa qilmoqchiman, biron narsani istayman degan shakldagi gaplar bo'ladi. O'zi mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, darsni sifati asosan qo'llanmaga bog'liq. Qo'llanma yaxshi bo'lmasa, dars deyarli juda ham bir abgor bo'lib qoladi. Chunki bu boshimizdan ko'p o'tgan. Shuning uchun bu nafaqat boshqalarga aytmayapmiz, balki avvalo o'zimiz uchun ham bu qo'llanma mana shu 2025-yil kashfiyoti bo'ldi desak ham bo'laveradi. Shunday desak mubolag'a bo'lmaydi deyman. Shunday qilib, men qo'limdan kelganicha ushbu qo'llanmalarni ko'rsatishga harakat qildim. Kimlar uchun deydigan bo'lsak, 1-sinfdan tortib yosh kattalargacha ketaveradi. Toki o'quvchini arab tilini ichiga olib kirib olishlik uchun. Va bundan keyin bu qo'llanmalardan keyin bosqichli kitoblarga solinsa juda ham manfaatli bo'ladi.